Bemorimiz bosh miyasida qon quyilgan soha bor ekan, uni operatsiya qilib berish kerak. Hematoma kasalligi albatta boshqa kasalliklar singari davolashni talab qiladi. Hematomalarda davolash usullari ikkita guruhga bo'linadi: operativ davo va konservativ davolash. Operativ davolash o'tkazilgan taqdirda ham albatta konservativ davoni operativ davo bilan birgalikda o'tkazilishi kerak. Ba'zi holatlarda bo'ladi, bizga shogirdlarimiz, hamkasblarimiz murojaat qilishadi. Bemorimiz bosh miyasida qon quyilgan soha bor ekan, uni operatsiya qilib berish kerak, iltimos deyishadi. Lekin shuni bilib qo'yishlaringiz kerakki, hamma gematomalar ham operativ davolanavermaydi. Ya'ni gematomaning xususiyatlari, uning joylashgan joyi va hajmi muhim hisoblanadi uni davolashda. Operativ davoga ko'rsatmalar bor. Albatta operativ davoga ko'rsatmalarni aniqlab, undan so'ng operativ davo belgilanadi. Konservativ davo, ya'ni bu dori-darmonlar bilan davolash. Bosh miyada gematoma aniqlanganda, xoh travmalardan keyin, xoh insult gematomalardan keyingi paydo bo'lgan bosh miyadagi qon, ya'ni gematoma bo'lsin, quyidagi konservativ davolash usullaridan foydalaniladi. To'g'riroq, quyidagi dori-darmonlardan foydalanish kerak. Albatta birinchi o'rinda qon to'xtatuvchi preparatlar, og'riq qoldiruvchi preparatlar. Bunday paytda bosh miyada shish bo'layotganligini hisobga olib, bosh miyaning shishiga qarshi preparatlar. Infuzion terapiya, bemorlardagi elektrolitlar balansini muvozanatlashtirishga e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Bosh miya shishiga qaratilgan davolar, albatta diuretiklar, albatta bosh miya shishining rivojlanganligiga qarab beriladi. Osma diuretiklardan foydalanish, yo tabletka formalaridan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari albatta simptomatik davo, ya'ni qon bosimi ko'tarilgan bemorlarning qon bosimini pasaytirishga, antidiabet bilan kasallangan bemorlarda qondagi qand miqdorini pasaytirishga qaratilgan davolar muhim hisoblanadi. Bundan tashqari qon va qon o'rnini bosuvchi suyuqliklarni quyish albatta bemorning holatiga qarab amalga oshiriladi. Bundan tashqari hematomalar bilan kasallangan bemorlarda ichayotgan suyuqlik va qabul qilinayotgan suyuqlik, ichilayotgan suyuqlikning miqdori peshob bilan ajralayotgan suyuqlik miqdori bilan birgalikda nazoratga olinishi juda ham muhim hisoblanadi. Albatta bemorning holatiga qarab bunday paytda qovuqni kateterizatsiya qilish va ovqatlantirishni zond orqali amalga oshirish muhim hisoblanadi.